Okey, yaxshi. O'xshamoqda. Manimcha barcha ko'rayotgan narsalarim o'xshaydi. Xo'sh, manimcha barchasi joyida. Xo'p, bular joyida. Signalizatsiya-chi? Signalizatsiya manimcha joyida bo'lsa kerak-a? Bilmadim, hozir bitta qarab ko'raydi. Manimcha joyida. Yaxshi. Ana endi mana bularni quraman va man juda nima desam bo'ladi? Qishloqni bosib olaman. Ha. Qishloqni bosib olib, butun qishloqni bosib olaman. Barchasi joyidami? Ha, bu joyida. Barcha qishloqlar mendan qo'rqadi. Qani ko'radi mendan. Butun qishloqni bosib olaman, butun qishloqni. Ha, mayli. Ha, Assalomu alaykum. nima? Nimaga kelding-a? Yo'qol bu yerdan. Men sizda eshitib o'tirgandim. Eshitib o'tirsa nima qilay? Qo'rqishib kelyapsan. Mayli. Rejamiz mana. Butun qishloqni bosib olaman, butun qishloqni. Mayli. Hali bor ishlarim bor edi. Ketdim ishqilib, mayli, ketgan bo'lsa yaxshi. Xo'p, mana bu narsalarni hali qo'yishimiz kerak joylashtirib, mana bu ya'ni nima desam bo'ladi, mana bu oltinni hamma yerda oltin ko'payib ketdi. Mana bu yerda ham oltinlar bor. O'zi nima qachondan beri oltin yeyadigan bo'lib qoldim, o'zim ham hayronman. Mayli, bo'lmasa narsalarni bu yerga qo'yaman. Bilmadim, grechka yesam ekan, yo'q, grechka vash odam bilmadim, och qoringa qaniydir grechka menga yoqmaydi yoki menga shunaqami? Mayli. Men hozir. Yaxshimisan? Yaxshi. Xo'p, nima bo'ldi? Ey, o'zingni boshqa qishloqqa. Bu qishloq sal palanavroq, e'tibor bermaysizlar. Nima bo'ldi? Qisqasi, bu juda ham yomon ish bo'lyapti. Oq qishloqqa yomon ishlar qilyapti. Qanaqa yomon ishlar qilyapti ekan? Qani menga aytib berchi. Nima qilyotgandi? Yurmasang ko'rsataman. Bu qishloqni bosib olmoqchi. Qishloqni bosib olmoqchi? Nima deganing bu? Aqldan ozib qolganmisan? Kim qishloqni bosib olmoqchi bo'lyapti? Aytyapman-ku, oq qishloqida Oq qishloq. Xo'p, mayli. aylanib yurdi, lekin borishdan oldin uni gaplariga ishonma, yolg'on gapirishi mumkin. Menga ishon faqat. Okey, mayli, senga ishonaman, bo'ldi. Xo'sh, qani? Bo'lmasa mana bu yerda nimalar bo'lyapti? Mana shu, mana ko'rishing mumkin. Bu yerda juda ham ko'p narsalar qurgan. Mana shu narsalar bilan bizani yo'q qilmoqchi, bizani egallab olmoqchi. Bu narsalar bilanmi? G'alati. Xo'p, mayli, gaplashib ko'raychi qani. Mayli, gaplashib ko'r tezroq, xo'pmi? Xo'p, mayli. Bo'lmasa mana shu yerga o'tirib tur, qimirlama ko'p. Qishloqqa yaxshimisan? Oy, nima gap? Shaqis yaxshimisan? Ha, yaxshi. Nima qilyapsan bu yerda o'zi? Bu yerda men eksperiment o'tkazayotgandim. Eksperiment? Yana qanaqa eksperiment o'tkazayotganding? Bilasanmi nima? Qishloqqa qarasam qo'riqchilik kerak ekan va qishloqni xursand qiladigan masxarabozlar. Bilasan-ku, qishloqqa yaxshigina foyda keltiradigan narsalar kerak. Aldayapti. Qo'shilmay tur, hozir men hal qilib olaman. Jim turgin, iltimos. Okey. Xo'sh. Keyinchi Shunaqa gaplar. Boshqa ishdimi? Yo'q, prosta shu qishloq uchun ishlayotgandim. Mana shu yorimni ko'rmadingmi? qayerda? Mana bu yerda qanaqadir nimadir yozilgan, shu yerdami? Ha, qaragin. Okey. Qishloq uchun, biz uchun, sizlar uchun deb yozib qo'yibdi. Bilmadim. Aytgancha, barcha salom obunachilar, bugun sizlar bilan men yana Shahis man bizning video roligimizga xush kelibsizlar obunachilar. Ko'rib turganinglardek obunachilar, bu yerda qanaqadir tushunarsiz holat ketyapti. Hozir men mana bu qishloqqa ishonaymi yoki mana bu qishloqqagami? Lekin bu qishloqqa o'zini nima desam bo'ladi? Bu qishloqqa nisbatan bilmadim. Buni mana bunaqa narsalar qurganini ko'rganinglardan keyin IQ balandroq deb o'ylayman. Ya'ni IQ baland odam yaxshi bo'ladi demoqchi emasman. Bilmadim. Nima aytyapsan, oy? Eshitmadigim yo'q, jim tur, hozir men hal qilib olaman. Xo'sh, keyinchi Shunaqa gaplar. Keyin rang-barangni, qara juda ham zo'r. Bir xil ranglik nima kerak? To'g'ri aytyapsan, lekin to'g'ri. Har xil rang-barangli. Bu mana bu qayerdan oling? Nima bu? Rubimi yo Redstone mi bu? Ruby bu. Bu juda ham xavfli, bilasanmi? Bu juda ham noyob bu. Qayerdan oling? Bu yasadim. Buni ham bor-ku. Bu deylarda ilm fan deydilarmi, shunaqa gap. Hop, mayli, bo'lmasa senga ishondim. Bo'lmasa mayli, men ketdim. Sog' salomat bu. Signalizatsiya nima uchun? Endi kim turgan narsalarni tegizadi. Okey, bo'ldi. Qishloqqa, bo'lmagan gap ekan-ku. Sen nimaga men o'zingcha aqllilik qilyotibsan? Nima? Men qilayotganim yo'q bo'lgan gap. Buni qara, men yomon, yovuz bu. Ishonma buni gapiga. Men eshitdim barchasini. Nima deyotdi? Qishloqni bosib olaman degandi. Balki men qishloq uchun yordam beraman degandirman.
yolg'on gapirma. To'xtanglar, bo'ldi. Menga ishonmaysanmi shahis nima? Man ham ahmoq deb o'ylaydim, bilaman, bilardim, o'zi. Mayli. Hali pushaymon yeysan shahis, hali pushaymon yeysan. Aytgancha bitta gap. Mayli, aytmayman. Bo'ldi, ketdim. Xafa qilmaysan meni. Endi men senga gapirmayman. Xo'p, mayli. Qishloqqa uying borki, men bu o'ng tomonda edi. Bilaman. Okey. Juda ham yomon bo'ldi. Qishloqqa bilmadim. Bu ishing to'g'rimi yo'qmi? Yoki yomonmi? Bu yerda endi nima bo'lar ekan? Bu yerda politsiya kiyimlari. Bu politsiya kiyimlari nima uchun? Bu politsiya kiyimi aytaymi nima uchun? Mana bu politsiyalar uchun kiyim yasab beradi mana bu chiqarayotgan odamlar. Politsiya uchun kiyim yasab beradi. Politsiyaga ham yordam beryapsanmi? Albatta, nima bo'libdi? Politsiya bizni qishloqqa keladiki, politsiyalar ko'payadi, o'g'irliklar kamayadi. Okey, mayli. Bo'pti, bo'lmasa qishloqqa uzr, tushunmovchilik bo'lgani uchun. Bilmadim, hozir to'g'ri ish qildimmi yo'qmi, obunachilar, g'alati. Bu qishloqqa, ya'ni ana qishloqqa aytyaptiki, bu qishloqni bosib olmoqchi va yana nimadirlar deyapti. Lekin bu qishloqqa yaxshidek ko'rinyapti. Qaranglar, obunachilar. Menimcha yaxshi, to'g'rimi? O'zini ishini qilib turibdi, hech kimga ziyoni tegani yo'q. Mayli, hamma o'zini ishini qilsin. Bir gap bo'lar, o'zimning ishlarim bor-da, o'zi ishlayaptimi? Hoppa, normal ishlayapti. Va nimalar qilayotgandim o'zi? Pizza mana bu yerga qo'yib qo'ysam ekan. Mayli, mana shu yerga turib tursin pizza. Ana endi o'zim ishlarim qilganim yaxshi. Yaxshi, juda ham zo'r bo'ldi. Endi mana o'zi ixtiroyim ish berdi. Politsiyachilar yaratdim. Ya'ni o'zimni robot politsiyachilari mana endi xohlaganimda qilsam bo'ladi qishloqlarda. Qishloqdagi yerni ham anaqa qilsam bo'ladi, nima edi? Bo'ysuntirsam bo'ladi, ya'ni ishlatsam bo'ladi. Qolgan politsiyachilar chaqirishni olishmaydi, axir bularning o'zi politsiyachi. Lekin bular soxta politsiyachiligini hech kim bilishmasa kerak. Yoki bular o'tiribdi, birga bir ishladim-ku. Bularni ish raqamlari va yana qolgan ishlarini ham barchasini to'g'irladim. Yaxshi. Ana endi boru butun hozircha butun qishloqni egallab turay, keyin shaharga o'taman, keyin butun dunyoga o'tib ketaman. Butun dunyoni egallab olaman. Juda ham zo'r bo'ladi. Bular shunchalik ham laqma bo'ladimi? Men shunday zo'r bo'laman-da. Boshim juda ham yomon og'rib ketyapti-da, boribdi men bu. Bolachadan hech olmasam bo'lmaydi, vashshe. Hamma jim o'tirsin. Tushunmadim. Yana qanaqa o'zli ishlayapti buni? Politsiyalarmi? Politsiya qachon keldi? Voy, nima bo'lyapti hozir bizni qishloqda? Hozir chiqmasam bo'lmaydi, tez chiqmasam bo'lmaydi. Hozir chiqmasam bo'lmaydi. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Ana endi barcha menga xizmat qilasizlar, xizmat qilmagan endi qamab tashlayman. Yo'q, вообще-то qamab o'tirmaysan. Короче, yo'q ketasanlar, tushundilaringmi? Bilasanlar, meni xarakterimda juda ham yomon. Juda yomon. Oy, shahis kel. Nima bo'lyapti bu yerga, tushunmadim. Ko'rib turganingdek, men politsiyalarni chaqirganman. Politsiyalarni chaqirgan bo'lsang, nimaga bularni qamab qo'yding? Mana bu yerda anonsi. Nima uchun bu? Nima uchun buni menga tashlayapsan? Ko'rib ol deyapman, bering ahvolini. Voy, ehtiyot bo'l. Xo'p, mayli, ko'rib turibman nima bo'libdi ekan. Ko'ryapsanmi? Berikini ham qamab qo'ydim. O'zi to'g'ri aytganda qishloqlik, qishloqqa topolmayman, qishloqni ham qamab qo'yishim kerak. Mayli, bu yerda haqiqiy tojik ekan. G'alati. Sen kiyma. Xo'p, to'xtamanki, bir ko'rmoqchi edim-da. Mayli, bo'lmasa. Xo'p, mayli. Nima deyapsan, ey? Chi bo'lmasa men gapirib oldim-da. Mayli. Ko'p gapirmayman, men endi bor zo'rman endi, tushundingmi? Xo'p, mayli, zo'r ekansan. Bo'ldi, kulishni yig'ishtir. Mayli, bo'ldi, tojini qaytarib berdi menga. Ber tezroq, men hozir buyruq berishim kerak bularga. Nima? Nimaga berishim kerak emas senga, Bermayman. Voy, sonimi. Yo'qol bu yoqdan ket. Hozir kirib olaman, keyin ko'rsataman men senga, tushundingmi? Mayli. Tezroq bularni yopishim kerak. Buni ishla tushunmadim, nimalar bo'lyapti bunga? Bu aqldan o'z qolibdi. Qani kirka? Kirkam yo'q. Mayli, mana bularni tezroq buzish kerak. Mana bularni tezroq buzilishi ham qiyin mana buni. Hoppa, mayli. Ana endi qayerdan yopsam ekan? Birinchi bo'lib mana bu yerni yopib qo'yaman, yaxshi. Nimadir qilib bu yerni yopib, bu yerdan qochib ketishim kerak, obunachilar. Yaxshi obunachilar. Mana bulardan bir nima qilib qochib ketdim. Ana yerda buzib qochib ketgandim, hammasi qarab o'tiribdi hozir.
Mana bu yerda ham o'tiribdi bitta. Bu politsiyachi emasga o'xshayapti-da, bular soxta politsiyachimi deyman-da, anavi yasagan. Ha, o'zi shunday. Qani ekan uni o'zi? Ha, mana bu yerda o'tiribdi. Juda ham yomon. Menga borib bitta reja kelgan, faqat u uchun anavi qishloqqa kerak. U qishloq qayerga ketibdi ekan bilmayman-da. Mayli. Menimcha, hayli ekan. Voy qishloqqa. Qishloqqa menga qarab yordam berib yubora olasanmi? Bu yoqqa keldi. Buni qara, mana bu yerga juda ham yomon muammo bo'ldi. Soxta politsiyachilar kelib, nima desam bo'ladi? Barcha qishloqlarni qamab qo'ymoqchi. Men senga aytgandim, ko'rdingmi? Sen menga quloq solmading. Meni ahmoq deb o'ylading. Mayli. Uzr, kechirim so'rayapman-ku. Yur, tezroq bu yerga o'tirma, yur. Nima desam bo'ladi? Yordaming kerak. Meni golemga aylantirib qo'yishing kerak. Golemga? Rejang bormi? Rejam bor. Iltimos, yordam berman senga. Hozir seni yordamingsiz bu qishloqlardan qutqara olmayman. Iltimos. Meni bir safar ahmoq deb o'ylaydiganlar meni yordam so'rab kelibdi. Mayli, nima bo'lganda ham yordam beraman. Bunaqa yomon odam emasman. Senga o'xshab boshqalarning ustidan kulmayman. Men seni ustingdan kulmagandim-ku. Bu nima desam bo'ladi? Ana qishloq kuldi. Men kulganim yo'q. Mayli. Kim kuldi, kim kulmadi, mayli. Bo'lmasa yur ortimdan. Ha. Ehtiyot bo'l, lekin mana bu yerda politsiyachi bor ekan. Ya'ni soxta politsiyachi. Ha, bilib turibman. Voy, to'xta. Mana kel. Xo'p, mayli. Obunachilar tamom bo'g'ilib qolgan. Uzr so'rayman. Mayli. Mana bu yerga tur, mana bu simni yoniga, golemga aylanish uchun. Qaysi? Mana shunday qilib tur. Xo'p, mayli. Sen nima qilasan bo'lmasa? Men ko'ryapsan-ku, mana hozir ana ovqat chiqyapman. Ha, mayli. Biror nima bo'lsa aytasan, xo'pmi? Nimadir bo'ldimi? Qarachi. Bilmadim. Voy, men golemga aylanib qoldim. Ha, ko'rdingmi? O'xshadi. Ana shunday bo'ladi. Menga qani rahmat. Rahmat. Bo'pti, bo'lmasa sog' salomat bu yoqqa qozmasa uraman. Mayli, mana buni sinib ko'raylik, mana bunga. Qani. Uf. Voy, sorry. Aqlni ozib qolganmisan, o'zi mana bu yerda yashirinib o'tiribman. Bo'ldi. Sabr qilib tur. Bo'ldi. Ana u golemning oldiga borib aytaman hozir hammasini. Obunachilar juda ham zo'r fikr kelgan menga. Bitta like va podpiska bosib qo'yish silidan chiqmasa ungacha. Golem shaxs uchun. Xo'y, bilasanmi nima? Voy, sen kimsan? Men sizlarning do'stlaringizman. Ya'ni golemman, menam. Bu yerda 5 ta golem yo'q-ku. Aytmoqchi bo'lganim, sizlarning xotiralaringizda mana bu o'chirib yubordi. Anavi oq xalatdagi qishloqqa. Qanaqa, oq qorami yo bizani do'stimizmi? Bu sizlarning do'stlaringiz emas. Bu sizlarning xo'jayinlaringiz ham emas. Sizlarning xotiralaringizni o'chirib yuborgan, tushunyapsizlarmi? Bu aslida yomon, tushunyapsizlarmi? Bu qishloqlar yaxshi aslida. Nima bo'lishi mumkin emas. Bo'lmasa ishonmasang, men hozir aytaman borib. Yur ketding bo'lmasa barchaga aytaylik. Albatta, hozir barchaga aytaman. Hoy, ana golemlar turinglar, o'zinglarni bir qo'lga olinglar mana bu yerdan. Mana bu borib bizani, ya'ni sizlarni xotiralaringizda o'chirib yuborgan. Mana shuni bir yo'q qilishimiz kerak. Nimalar haqida gapiryapsan? Aqldan ozib qolganmisan? Men aqldan ozib qolmaganman, barcha ushlasan mana buni. Qisqasi do'stlarim, sizlar juda ham to'g'ri ish qildinglar. Ya'ni o'zingizga kelganinglar yaxshi bo'ldi. Asta-sekin xotiralaringiz tiklanadi. Obunachilar bularni shunday qilib aldamasam hozir bular o'zi robotligini bilishmaydi. O'zi hamma golemlar robot bo'lishadi shekilli, bilmadimmi? Qisqasi. Aldayaptimi? Kim aldayapti o'zi? Hozir men ichkari kirib olgansan hozir. O'zi sen kimsan? Tushunmadim. Ovozing shaxsga o'xshayapti. Ovozim shaxs emasman. Kim shaxs tonimayman. Mana obunachilar ko'rishingiz mumkin. Men bu qishloqlarni saqlab qoldim deb o'ylayman. Agarda yoqqan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Kelasi videorolikda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.